Şu kabellarimiz podvollar. Bunisi kamera, bu razvedka, bu ventilatorniki. Kolonkamizdan 40-50 tepasida, 44 tepasida, 50 tepasida ekan. Bular to'g'ri tushgan mana. Mana bular ham shu belidan kelib turib to'g'ri tepaga chiqqan ikkisidan. Mana bular ham xuddi shunday to'g'ri tushib to'g'ri ketgan. Bularimiz atkosimizdan mana maydan senter 16da 15dan keyin. Burchaklarimiz atrof ichki burchagida bor. Tabii bu yoqlarda ketgan. Bular to'g'ri chiqqan. Bu ham kamera bor, ventilyatsiya bor, razvedka bor. To'g'ri chiqib to'g'ri tushyapti. Bunimiz vaqtdan ketdi. Bunday tugab turib magacha kelgan. Bular sal teshiygan. Regel senterga kelgan, bu yoqdan yurgan. Mana bunga tagida. Bunisi bu ham 20 cm bu yoqdan kelib tushib turib, senterga to'g'ri kelyapti ularniki. Bu ham kolonkaning senterida. Tepada ham regeldan 5 cm pastda. Burchakdan tepa chiqib ketyapti. Maylar ham yurgan kabelimiz 17 cm. Mana burayda ham bor. Eshik yonida. Keyin baylarda yo'qda. Patologda ketyapti. Baydan to'g'ri tushyapti patologdan. Bu ham 31 cm. Hammasi to'g'ri ishga ketyapti. Kolonnalarimiz bor hammasida. Hamma kolonnalarda bor. Hammasini bir tarafda bor. Kolonnalarda. Mana bular ham tepadan to'g'ri tushib kelyapti. Bu ham tepadan tushib turib, bu yoqqa qarab o'tib ketyapti. Tushib turib, to'g'ri maydan kirib ketyapti ichkariga. Razvedka, sitlarga kolonnalarda bor. Mana bunda ham lampochka, lampochka ketyapti, senterda ketyapti. Yoqa. Regelda bor mana. Regeldan to'g'ri pastga tushib kelyapti. Bakın üst tepada. Bu yoqda mana shunday tepada regelni senterda ketyapti. Senterdan pastroqda. Bunda kameralarimiz. Burada ayda ham bitta kameramiz bor. Kameralar ichga kirib ketyapti. Xudo xolasa podvalimizni kabellari shu. Hozircha ustalarimiz mana hozir lazer otib shu vaqt boshlashga harakat inshaalloh. Hamma kolonnalarimiz bor. Bittasini beri tarafida, bittasi bu yoqda shunaqa. Hammasida ana shunaqa tushgan. Bir xilda tushgan. Qolgan kabellar patologda, kolonnalar regellarda ustidan o'tib ketyapti. Mana bular ham bular kolonkaniki.
Bunlar uzun xonalarimizniki kalonkalar beqarab ketgan. Mana maydan chiqib kelyapti. Mana o'shidan chiqib kelyapti. Mana kalonkalar. Hammasi birlashib tepaga chiqib ketadi o'sha burchakdan. Mana qolgan kabellarimiz hammasi tepada yurgan. Endi xolasa shitimiz mashina bo'ladi. Kameraniki ham, konditsionerlarniki hammasiniki shu yerda bo'ladi. Inshaalloh.